Hoji Abdulla Orif she'ri bilan aytganda, kimdir savol berdi, aytgil Muhammad, yolg'iz sen rasulsan butkul olamga. Kimga ko'p yaxshilik aylay o'zing ayt. Ota-onamgami yoxud bolamga? Rasul javob qildi, tingla birodar. So'zimni uch bora quloqqa ilgin. İmkon topa olsang dunyoda agar, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Shu hikmat sharhini o'yladim uzoq. Rostdan ona erur qiblai olam. Garcham barchamiz ham padarmiz, biroq onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham. Ona zaminimiz tinch bo'lsin. Beg'ubor osmonimiz zafo bo'lsin. Farzandlarimiz uni bo'lsinlar. Xonadonlarimizga to'y tomoshalar bo'laversin. Ofarin.